Keyin dokumentni olishga borgan paytimizda menga отказ qog'oz chiqarib berdi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir ukamiz patentlarni olib keldilar. Ofisga kelib, hozir bo'lgan voqeani o'zlari aytib beradilar, nima muammo bo'lgan, nima uchun patent ola olmaganliklarini. Demak, Sherzodbek, nima muammo bo'lgan edi sizda? Nima uchun patent berishmadi? Assalomu alaykum. Men shu 2026-yilning fevral oyida keldim bu yerga. Keyin mart oyida borib, 1-martda dokumentga topshirdim. Keyin dokumentni olishga borgan paytimizda menga отказ qog'oz chiqarib berdi. Oldin dokument topshirmasingdan oldingi 5 yil ichida deport bo'lgansan deb. Lekin menda deport bo'lmaganda oldin. Biz keyin EVDga tekshirtirdik. EVD ham yaxshi javob berdi bizlarga. Hech nima yo'q dedi. Keyin bitta o'rtog'im olib keldi shu sizning oldingizga. Oldin ishlatgan ekan o'zi ham. Keyin shu siz orqali patentimni oldim. Kecha borib patentimni olib keldim. Hammasi yaxshi endi. Hop, azizlar, sal batafsilroq aytib beraman. Sherzodbek ukamiz patentiga topshirganlar, olgani borganlariga sen oldin vidvarina bo'lgansan deb patent berishmagan. Bizda oldimizga kelganlarida biz tekshirtirib ko'rdik sud bazalaridan. Xuddi shu kishini nom familiyasi bilan Turkmaniston fuqarosi oldin vidvarina bo'lgan ekan. Bu kishini o'sha Turkmaniston fuqarosi bilan adashtirishgan va vidvarina aynan shu kishi bo'lgan deb turib patentga отказ berishgan va bizga kelib doверенность qilganlaridan keyin biz bir necha marta jalba yozib bu kishini Turkmaniston fuqarosiga hech qanday aloqasi yo'qligini, u boshqa inson bo'lganligini tasdiqladik va ukamizga patentlarni berdi. Demak, ukamizni yaxshiyamki bir tanishlariga oldin biz yordam bergan edik. O'sha tanishlari orqali bizni topib kelibdilar. Hech qanday muammosiz endi patentlarni oldilar, bemalol ishlab yursalar bo'ladi. Sizda ham agar asossiz, aniq sababsiz o'sha patentingizga отказ berishsa va berilgan отказ noqonuniy deb bilsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Qo'ldan kelguncha harakat qilamiz patentingizni olib berishga.